Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugungi ishimizni ham yakunladik. Bu yerga Alutex antrazit mokriy asfalt rangidan qo'yib berdik. Shishalari ham 2 qavat. Tashqari tomon seri, ichkari oq va ichiga shatlangi qo'yib berganmiz. Bu yer manzilimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Payshanba shaharchasi Alishernoy mahallasiga qo'yib berdik. Xo'p, ishimiz yakunladi. Sizlarni yaqinroq tanishtirib boraman. Mana shu o'ng tomondagisi, xo'p, razmeri eni 2 metr, bo'yiga 270 cm. Ikkita ochilish qilib berganmiz. Va tepasini ham xuddi shu razmer, faqat arkali. Tepalariga shatlangan. Xo'p, bu yerda nimasi bo'lgani, bu korobkadan tashqari, mana bu o'rtaliq hammasi balkon katta profildan ishlatilgan. Hammasi. Bu yerda eshigi ham bor, eshigi ham xuddi shunday. Hammasi katta, hozir ham ko'rsatamiz. Tepasi ham. Mana bu o'rta kiraverish eshigi. Xo'p, buni razmeri 240 cm ga, bo'yi bu ham 270. Bu ham o'sha aytganimdek hammasi balkon profildan ishlatilgan. Mana bu yerga ikkita chipta quloq qo'yilgan, stoyka vazifasini bajaradi va korobkali kichkina, bular hammasi balkon profildan bo'lgan. Klientimiz xohishiga qarab, menga shunaqasidan bo'lsin, o'ynamasin deganlarga hammasiga korobkadan tashqari ichki tarafiga hammasiga balkon profili ishlatib berganmiz. Mana shatlangi gul to'qib berganmiz. Endi biz ichkaridan hozir ikkinchi etajni ko'rsataman. Mana bu ikkinchi etaj balkon eshigimiz, teraskamiz, balkonga chiqish. Bu ichkaridan ko'rinishi yorug'roq tushyapti. Xo'p, buni razmeri 40, eniga bo'yiga 270. Ikkita o'rtadan 150 cm dan eshik tashab berganmiz. Ichkari tomon oq shisha. Ichkari tomon mana yaltirab ko'rinyapti. Va bu yerda ham o'sha aytganimdek hammasi balkon profilidan ishlatilgan. Faqat korobka kichkina. Mana bu yerda qotirishda chipta quloqni shu tepagacha chiqarib yuborganmiz. Mana ana shu tepasidan ankerlab berdik plitaga. Va pasti ham ankerlangan. Eshigimiz kiraf ruchka, zamoklari ham sifatli va chotka ochilib yo'qlayapti, xudo xolasa. Tashqaridan ko'rsataman. Tashqaridan ko'rinish. Mana arkalilar. Orqasigacha chiroyli bo'lgan. Hozir derazalardan ko'rsataman. Mana shu derazalari shestigranniy shaklda bo'lgan. Bu tomonda va o'rtadagi 2 metrlik arka. Bunisi 90 ga, yana 2 metr. Bunga ochilish qo'ymaganmiz. Mana shuni o'zi yetadi degan klientimiz. Ochilishda ham rotta ruchkada qo'yib berganmiz. Chotka ochilib qiladi. Bunisi ham. Hozir endi narki derazani ko'rsataman. Mana bu tomon zinada chiqaverishda bo'lgan bu. Bu yerda ham ochilish qo'yib berganmiz. Va pastiga gluxoy bo'lgan uchalasi ham. Chunki zinani anosiga to'g'ri kelgan ochilish qo'ymaganmiz bunga. Iloji bo'lmagan. Hozir tashqaridan mana tashqaridan ko'rinishi. Xo'p, bu yerga jami 60 kvadratga yaqinroq qo'yib berganmiz. Hammaga narxi qiziq. Buni narxi o'sha aytganimdek korobkaligi faqat kichkina, qolgan ichga ishlatilgan profillar hammasi balkon profildan bo'lgan va shisha 2 qavat, ichiga shatlanka qo'yib berganmiz. Jami summasi 53 million so'mga tushgan. Akamizga o'zlari chetda ishlar ekanlar. 53 million so'mga tushgan. Kimga mana shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nomer qoldiramiz. Telegram, WhatsApp ham razmeriga qarab hisob-kitob qilib beramiz chiroyli narxlarda. Endi bizga faqat Alutex bizning kanalimizda chiqishi mumkin. Profilimizda faqat Alutex yasaysizmi deb yo'q. Klientimiz xohishiga qarab biz ham yasab beraveramiz. Biz lekin Alutexda
birinchi klientimizga Alutex'dan tavsiya beramiz. Xohlasalar shu, bo'lmasa boshqa akfa yoki boshqa profillardan ham yasab beraveramiz. Klientimiz xohishiga qarab birinchi o'rinda. Alutex ham zo'r profil. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.